Qurbon hayiti munosabati bilan iyun oyi oxirigacha katta chegirmani e'lon qilamiz. Ya'ni kim bizdan kelib sukkari xurmosini, ya'ni mufattal navini oladigan bo'lsa, 30 millik original zamzamni qo'shib beramiz. Endi nega aynan xurmoga chegirma desanglar, hozirgi paytda yurtdoshlarimiz 15 ming nafar yurtdoshlarimiz haj amallarini bajarish arafasida. Aynan xurmoni bagajligini to'ldirib qo'yadigan narsa ham xurmo. Negaki og'ir. U yoqdagi narxlar bilan solishtirib ko'ringlar. Ya'ni u yoqdagi narx, ya'ni mana mashi sifatdagi masalan mufattal navini u yoqni o'zida ham $10 nari beri kilosiga sotishadi. Bizani o'zimizda hozir 90 mingdan. Yana undan tashqari 3 kilolik oladigan bo'lsangiz 10 ming so'mdan deyarli chegirmaga tushadi. 30 minglik zamzamni qo'shib beramiz. Endi hojilarimizga ham aytsanglar bo'ladiki, bemalol bolam, o'g'lim bemalol borib o'sha yerdan olib qo'ygin, men bu yoqda ko'tarib yurmay, bagajimni undan ko'ra boshqa hadiyalar, mushkambarlar, yengilroq bo'ladigan narsalarni o'zim olib olaman bu yoqdan. Bu yoqda xurmoni navini tushunish bor, boshqa bor, kesanglar tegib boshqacha bo'ladi. Bizda bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Bu xurmoni shaydolari o'zligi yaxshi bilishadi. Bu xurmoni o'sha qaymoqlar bilan, u yoqda smetanalar bilan Saudiyada ko'p marta iste'mol qilgansizlar. Buni shaydolari o'zligi kelib ham olib ketishadi. Shu profilga o'tib olsanglar, ajva xurmosiga ham chegirma e'lon qilganmiz va bundan boshqa xurmolarimiz ham mavjud. Kelib bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Agar kela olmasanglar, shu raqamlarga telefon qilsanglar, biz o'zimiz vodiy bo'ylab ham, voha bo'ylab ham, butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz.